Tushda skuter ko'rishning ta'birlari. Bu odatda tezlik, mustaqillik, yengil yo'l bilan maqsadga erishish va hayotdagi harakat bilan bog'liq bo'ladi. Tushda skuter ko'rish hayotda tez qarorlar davri, osonlik yo'lini tanlash istagi, mustaqil harakat qilish ifodasi sifatida qaraladi. Tushda skuter minib yurganingizni ko'rsangiz, ishlar tez yurishidan darak beradi. Yangi imkoniyat yoki yo'l ochilishi, o'z kuchiga ishonish sifatida qaraladi. Tushda skuterda tez yurayotganingizni ko'rish shoshqaloqlik, qarorlarni tez qabul qilish bilan ogohlantirish sifatida keladi. Tushda skuter buzilib qolganini ko'rsangiz, rejalarda to'siq, vaqtinchalik muammoga sabr bilan harakat qilish kerakligini bildiradi. Tushda skuterdan yiqilishni ko'rish xato qaror qilib qo'ymaslik uchun ogohlantirish sifatida qaraladi. Tushda skuterni tomosha qilish esa imkoniyat bor, lekin harakat yo'qligini, ikki yo'l orasida qolish, jur'at bilan harakat qilishni ifoda etadi. Tushda yangi skuterni ko'rayotgan bo'lsangiz, yangi boshlanish, yangi ish yoki reja, umid bilan kelajakka qadam qo'yish kerakligini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.